Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar. Bugungi mavzumiz telefon firibgarlari. Birinchi qo'ng'iroq, birinchi tuzoq deb nomlanadi. Sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilib, tabriklaymiz, siz katta sovrin yutdingiz yoki bank kartangiz xavf ostida deb aytishganmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Chunki bu telefon firibgarlarining eng ko'p qo'llaydigan usullaridan biri bo'lishi mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, firibgarlar birinchi navbatda odamni qo'rqitish yoki juda qattiq xursand qilishga harakat qiladi. Sababi odam hayajonlangan paytda sovuqqon qaror qabul qilish qiyinlashadi. Ular o'zlarini bank xodimi, huquqni muhofaza qiluvchi organ vakili, mobil operator xodimi yoki boshqa rasmiy tashkilot xodimi sifatida tanishtirishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ular sizni ismingizni yoki ayrim ma'lumotlaringizni bilishi ham mumkin. Buni ko'rib ko'pchilik ishonib qoladi. Ammo unutmang, hech bir bank xodimi sizdan telefon orqali karta raqamingizni, maxfiy ma'lumotlarini, SMS kodini yoki parolingizni so'ramaydi. Agar kimdir shunday ma'lumotlarni talab qilsa, suhbatni darhol to'xtating. Mutaxassislar yana bir maslahat beradi. Qo'ng'iroq qilgan odamga ishonishdan oldin telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Shoshilish va shoshiltirish firibgarlarning eng katta quroli. Xotirjamlik esa sizning eng kuchli himoyangiz bo'ladi. Azizlar, bugungi kunda telefon firibgarlari usullari tobora murakkablashmoqda. Ular sun'iy intellektdan ham foydalanishni boshlamoqda. Shuning uchun har birimiz ogoh bo'lishimiz juda ham muhim. Bu mavzuning davomi bor. Ikkinchi qismda firibgarlar qanday qilib SMS, Telegram yoki WhatsApp orqali odamlarni aldashini bilib olamiz. Bu kabi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Hayot Bobo o'gitlari YouTube kanaliga o'ting va obuna bo'ling. Ehtiyot bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.